Uchastkani bitta ko'ringlar, xudo xolisa, hammangizga yoqadi, hammangizga nasib qilsin. 2,5 sotuvga qurib qo'yishgan, ko'ryapsizlarmi? 4 urovenli, 2 etajkali. Kir-urish kaletkasi, avtomatik darvoza, elektromobil uchun ham, zaryadkalar tashab ketilgan, letniy kuxnya uchun ham sharoitlari bor. Ikkita tomonlama yashil maydon. Kirib urish ko'ryapsizlarmi? Qanaqa bahaybat. Tez ko'rsatib beraman. Shundoq kirib kelamiz, kattagina hol bo'ladi. Razmerlari katta tashalgan. Bu xonamizda, mehmonxonamizda yurib kelganimizda ko'ryapsizlarmi, tepa qavatga chiqib ketirish, bu yoqdan podvolga tushib ketirish. Podvol yaxlit, splashnoy yaxlit qilingan. Yurib kelganimizda bu yoq burchakda bitta sanuzel, общийga sanuzel, to'g'rida bitta oshxonamizda, uni yonida mana bu eshik bo'ladigan bo'lsa, yotoqxona, родительский spalni, ichida o'zini ham sanuzeli bor. Ikkinchi etajga chiqamiz. Tepa qavatga chiqib kelar ekanmiz, 5 ta eshik. Mana bu eshik bolalar uchun yotoqxona, detskiy. Uni yonidagi mana bu eshik ham xuddi shunaqa, yana bitta bolalar uchun yotoqxona. Mana buni ko'rsatadigan bo'lsam, общийga sanuzel, uni yonida ota-onalar yotoqxonasi, ichida o'zini ham sanuzeli bor. Mana bu ikkinchi etaj uchun oxirgi xonamiz, yotoqxona yoki buni mehmonxonaga qilib foydalansanglar ham bo'ladi. Endi tepaga chiqamiz. Ko'ryapsizlarmi? Shundoq chiqib kelar ekanmiz, kattagina bu yoqda terrasasi bo'ladi. Narxi 215 ming dollar. Joylashgan joyi Toshkent tumani Qizg'aldon mahallasi. Orientir zamoniy to'yxona to'g'risidan ham kirsa bo'ladi. Mehnat zapravkani yonidan ham kirsa bo'ladi. Pastdagi raqamlarga telefon qilib, shundan kelib baraka qilinglar.